3 million demayman degan sutxo'r kim ismini bilmayman. Asha mashina pushga video qildim, 5-6 ta laychalari menga video obrashina qildi. Halol mehnat qilyapti, halol biznes qilyapti. Sen kim bo'lsan, sen to'da bo'lsan, sen suvda bo'lsan, ey. Menga qara. Qachon onasini ham sen 100 millionlik mashinani 400 millionga sotib qo'yish halol biznes bo'lib qoldi. Ey, Misr o'rni yo'q, yundi qurlar. Qachon xalqni qaqshatib 50 millionlik mashinaga 500 millionlik narx qo'yib, odamlarni kafanga doq qilish halol biznes bo'lib qoldi. Suxurlik bo'lmay qoldi. Tomirlarga ham, bir diniy ulamolarga ham bir hayron qolmayman-da. Qayerda bir qanaqadir bir talvasa bo'lsa, qayerda bir g'iybat bo'lsa, ko'pchilik endi hammasiga ham tegishli emas, o'zini burnini suqmayotgan joyga suqadi. Ey, bularga ham bir gapiringlar, domlalar. Bizdiki mayli haqqimiz yo'q ekan. Bizdiki mayli haqqimiz yo'q ekan. Shunday bir biznesmen ekan, ular halol ekan. Suxurlikni kreditga mashina berishdi. Nimaligini bularga ham bir gapiringlar. Otasiga rahmat, aziz bloger. Joni sog' bo'lsin, bloger bo'lib turib Anvar Abdullayevga bir og'iz minnatsiz yangi Cobalt sovg'a qilib qo'ydi. Kreditga emas, 5 probek mashina shunday sovg'a qilib qo'ydi. Suxurlik qilgani yo'q. Suxurlik hech qachon halol bo'lmaydi. Bilmasang bilib qo'y, menga video mashina qilib, meni miyamni terpet qilma. Men qanday odam bo'lishimdan qat'iy nazar gapirgan gapimga test qilib yurgan bo'laman. Kimning nechtasiga minnat va joy tezda gapiraman. Uy-joy bilan qilganman. Yuzlab, millionlab odamga 20 ming dollardan hammasiga operatsiyasiga yordam qilib qo'ygan odamman. Gapirishga Lubboyni aybini bitiga gapirishga meni haqqim bor. Bilmasang bilib qo'ya, o'nni yo'q bilan Instagramdagi, TikTokdagi ba'zi bir bana yuvinda xo'r bilan chuvrindi haromi bilan siqibdi. Suxurlik do'zaxda kuyish u tomon, xalqni qaqsatish, bir tinga qimmat insonlar. Kecha Amirxonni yaxshilab chiqib, yutqizib qo'ygandan keyin boya qazoq balan oldiga mashinasini sotish uchun PR ga reklamaga tushgan odam. Bir tinga qimmat unaqa insonlar meni uchun.